Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Demak, so'ragan edinglar, arpamdan bug'doy bir xil o'sadimi? O'shanga bir mana ko'rsatmoqchiman. Mana bu toza bug'doy. Arpa qo'shilmagan, hech narsa qo'shilmagan. Bugun 7-kun. Buni hozir sizlarga tortib ko'rsatmoqchiman. Hozir soat kechki soat 16:00. Ertalab sug'arganman, boshqa sug'armaganman. Tarozi nolda turibdi. Marhamat. 11 kiloy 300. Tak, demak, endi bundan 1 kiloni olib tashlaymiz, mana bu latokni olib tashlaymiz. 10 kilo 300 bo'ladi. Xo'p, endi buni mana bu yashil qismini kesib, vidgras uchun. Qolgan pasini qo'ylarimga berib yuboraman. Kesib olamiz. Vidgras uchun. Mana. Bu tegini qo'y to'g'liga berib yuboramiz. Uval bo'lmaydi hech narsa. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, yaxshilikni ko'rishinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.